mashina masli. Malibu rul, Malibu bar, luki ham bor. Shu Cobalt olsammikin ha? Ya, ukam. Yunonlarning bir gapi bor. Yursang qora jentrada yur, yurmasang qisib yur degan. Anoda bozori bo'rsika, 4 ta jentra sotib yubordi. Eski damazimni bir oydan beri sota olmayapman de. Yur gaplashib beraman, sotib berar. Ketdik. Ma'qulmi toy? Ma'qul oldim. Bo'lmasa notariusda gaplashamiz, yo'q albatta. Aka, shu o'rtog'im eski damazi bor edi, sotib bersangizchi. Pulni beraman aka. Men qora jentra sotaman, faqat damas sotmayman. Qo'limdan kelmaydi, eplolmayman, sotolmayman desangizchi. Nima? Sota olmayman? 3 minutda hal qilaman. Damas yil nechiga? Ukajonim, keling, damas masli. 96-yil. Rangi oppoqqina. Spakruli qo'yilgan. Narxini ham yumshoqqina qilib beraman. O, klient qopga tushyapti-ku. Pulni olishim bilan yangi damazga to'lov qilib qo'yaman. Menga yili yangiz kerak edi. Ay, yengisi nima qilasan? Yangi damas 8000 turadi. Bu 2000 turadi. U ham bitta ish qiladi-yu. Bunda bitta kuruqsi 300 ming topasan. Kuniga necha kuruq tashiysan? Milliondan tashiysan, ukam? 300 ming? Sal ikkilanmayman-da. Ukajonim, greklarda bir gapi bor. Eng yaxshi mashina damas, uni haydagan pulsiz qolmas. Rozimisan? Baraka aka. Egasman bitta baraka qilib qo'ying damas. Barakam aka. Ya, sotmayman damazimmi? Bitta quruq qilsam 300 ming topar ekanman. Bu jinni bu aravangda 50 mingdan topa olmaysan, sotib ol. Yo, sotmayman damazimmi? Turishinglar. Ukajonim, eski damasni nima qilasan? Anta qop-qora jentram bor. O'shani olasan.